Hurmatli quroldosh do'stlar, mana bugungi anjumanda qatnashayotganlar, avvalambor hammalaringizga tani sog'lik, vaqti xushlik, do'stliklarni tilayman. Hammalaringizni xonadonlaringiz obod bo'lsin, farzandlaringiz sog'lom bo'lsin. Qo'shganlaring bilan qo'shaqlarib, nimaki yaxshi niyatlaringizga niyatlariga yetib murodlaring hosil bo'lsin. Hurmatli birodarlar, men 76 yoshga kirgan bo'lsam, men bir narsaga amin bo'ldimki, dunyoda tinchlikdan ko'ra oliy ne'mat yo'q ekan. Tinchlik eng oliy ne'mat ekan. Tinchlik bo'lsa to'y bo'lar ekan. Tinchlik bo'lsa do'stlarning uchrashuvi bo'lar ekan. Tinchlik bo'lsa to'qlik bo'lar ekan. Hamma narsaga erishamiz ekan. Agar tinchlik bo'lmasa, hammasi shuni aksi bo'lar ekan. Dunyomiz bundan buyam tinch bo'laversin. Shu tinchlikni barqaror qilish uchun o'zini hissasini qo'shib kecha kunduz tinmay yurgan peshvomiz prezidentimiz Emomali Rahmonga minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu haqida bitta she'r bitganman. Ijozat bersalaringiz men shu she'rni o'qib bermoqchiman. Marhamat. Yo'q yozganman, men o'zbek bo'lsam ham, agar kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman peshaki. Maqsadi sarvari mo, sarvari Tojikiston, Emomali Rahmon. Har damu har soniya ba xalqi xud mehribon. Xohishi janob oli dar jahon tinchi boshad. Xalqi jahoni imroz yakjoni yaktan boshad. Monandi aka dodar har an ittifoq boshad. Dar zamini yagona hayot bardavom boshad. Orzi sarvari ma jamai amal kushid. Dar solfai guzashta Tojikiston obod shud. Peshravi dar har soha ozoda shud shaharha. Ilmi donish dar joyash zamonaviy maktabha. Dar sarxotha pasponon shabi ro'z bedor onha. Baroyi vatani khud ba xizmat tayyor onha. Ba baxti xalqi vatan tinji amoni boshad. Sarvari Tojikiston har on salomat boshad. Man asli o'zbek